Salomatmisizlar. Darsimizning mavzusi ko'p a'zolikni to'plash usuli bilan ko'paytgichlarga ajratish. Uning uchun biz nima qilamiz? Birinchidan, ko'p a'zolikni a'zolarni umumiy ko'paytgichi bo'lgandek qilib qo'shilg'ichlar to'playmiz. Keyin har to'pning umumiy ko'paytgichini skobkaning sirtiga chiqarib, chiqqan algebralik qo'shinni umumiy ko'paytgichini skobka sirtiga chiqaramiz degan qoidani ishlatamiz. Endi shuni hisoblab ko'raylik. Birinchi hisobimizda xz qo'shilgan yz elingan 3x elingan 3y deydi. Bu yerda biz nima dedik biz abi? Hammasini umumiy ko'paytgichisi yo'q, hamma qo'shilg'ichlarning. Shuning uchun biz to'plab olaylik. Masalan, birinchi va ikkinchi qo'shilg'ichida har ikkisida z harfi bo'lgandan keyin biz z ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshik chiqarib olsak, bu yerdan z ni oldik qoldi x plus z ni ikkinchi qo'shilg'ichini olsak y qoldi ekan. Endi qolgan ikki qo'shilg'ichidan 3x bilan 3y dan biz 3x ni umumiy ko'paytgichi deb, даже minus 3x ni umumiy 3 ni kechirsizlar x qoldi ki tirnoqni ichida minus 3 ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshik olsak, u chog'da qoldi bu yerda x qo'shilgan y. Mana biz nima qildik? To'plab oldik. Birinchi to'p, ikkinchi to'p deb har ikki to'pning umumiy ko'paytgichlarini bo'lak-bo'lak chiqarib oldik. Endi nima ko'ryapmiz? Chiqqan ikki qo'shilg'ichida yanla x qo'shilgan y, x qo'shilgan y o'xshash bo'lg'achqa biz uni yan bir qatam umumiy ko'paytgichi deb tirnoqning teshig'iga olamiz. Birinchisidan x plus y ni olsak z qoldi-ki, ikkinchisidan x qo'shilgan y ni olsak minus 3. Mana hisobda nima qildik? Ko'p a'zolikni ko'paytgichlarga ajratib o'tdik. Ketdik dalishi. Endiki hisobda shu to'plash usuli bu yerda masalan birinchi va ikkinchi qo'shilg'ichida olsak abekindeklar. Har ikkisida a harfi bor ekan, shu vaqtda a ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshig'i olsak, qoldi 8 dan 7x elingan. Buni a ni evag'ashqi bu yerda eshitdim qolmadi degandan uning o'rniga 1 yozamiz. Har qachon ko'rinmaydigan mayda birimiz bor. Plus endiki qolgan ikki qo'shilg'ichida b harfi o'xshash kelgan, b ni umumiy ko'paytgichi deb olsak, qoldi 8 dan 7x elingan. Shu yana b ni oldik, eshitdim qolmadi 1. Yaxshi yeri, ya'ni buni ikki tirnoq bizda o'xshab qoldi. Demak, ularni biz umumiy ko'paytgichi deb yana tirnoq teshig'i olamiz. 8 dan 7x elingan birni chiqarib olsak, bu yerda qoldi a plus b. Endiki hisobimizda qanday chiqsak yaxshi. Bu yerda qaranglar, endi masalan 3by elingan 4nx dan har ikkisining umumiy hech qanday ko'paytgichisi yo'q. Shuning uchun biz har qachon o'ylab qolmanglar, har qachon birinchisi bilan ikkinchisi, oxirgi ikkisi o'zaro yig'ildi. Masalan, buni hisobda biz ko'ryapmiz, birinchi qo'shilg'ichi bilan ikkinchisining umumiy hech qanday ko'paytgichisi yo'q. Shuning uchun biz davaychi birinchisi bilan uchinchisini yig'aylik. Nimishga har ikkisida by bor ekan. Demak, by ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshik chiqarib olsanglar, qoldi sizlarda 3 plus mayda by ni olsanglar 4 dan a. Elingan har ikkisining minus bo'lgandan minus tirnoq teshik chiqarib o'taylik. Mayda nx o'xshagandan nx ni umumiy ko'paytgichi deb olsak, qoldi 4 qo'shilgan a bo'lingan 3. Hozircha buni ikki tirnoq o'xshamadi. Biroq agar biz bularni umumiy maxraji keltirib yotsak, mayga 4 ko'paytib, mayga 3 ko'paytib yotsam, nima chiqadi? by ni ko'chiramiz. 12 qo'shilgan a bo'lingan 4 deb yez qo'ysam, elingan nx 12 qo'shilgan a bo'lingan 3. Endi buni ikki tirnoq o'xshag'achqa ularni yan bir qatim umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshig'i olamiz. Vaqtida mayda qoldi by 4 dan by elingan 3 dan nx.
Şu əməliyyat toplash usulunu ishlatib ko'paytgichlarga yezib chiqiladi. Bu yerda уже 6 qo'shilg'ichi bor. AX, BX, CX. Bu yerda ishki-ishkidan emas, masalan, mono hisobda birinchi 3 qo'shilg'ichida harmisida X bor ekan. U nima degani, biz X ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshig'i chiqarib olsak bo'ldi. Vaqtida qoldi A elingan B elingan C. Oxirgi 3 qo'shilg'ichidan biz y ni даже minus y ni chiqarib yetaylik tirnoq teshig'i. Vaqtida mayda minus y ni yozsanglar qoldi ekan A. Minusni tirnoq teshig'i chiqarayotgandan keyin mayga уже yozmayman minus B, чтобы minusni minus ko'paytgan plus qilish uchun. Va yana bir qatam mayda minusni tatib olgandan keyin ichidami minus C yozildi ekan. Четко немешке десаңlar A aylangan, B aylangan C, A aylangan, B aylangan C o'xshidi. Только o'xshagan qo'shilg'ichlarni biz umumiy deb tirnoq teshig'i yeb olsak, vaqtida mayda qoldi X aylangan, buni mayda qana belgi tutishini yozamiz Y. Ketdik endi hisobga. Bu yerda endi qaranglar. Abey bizni qo'ymamdan 4 qo'shilg'ichi bo'lgan. Biz to'pqa bo'lganda 2 dan yoki bo'lmasa 3 dan chiqqandik. Biroq mayda 3 ta qo'shilg'ichi bor. Agar sizlar 1 bilan 2 ni yig'ib olsanglar, x tirnoq teshig'i chiqarib olsanglar, qoldi x qo'shilgan 1 elingan 6. Biroq bu sizlarga hech qanday yaxshi bir yechim bermaydi. Shuning uchun biz bu yerda mashinatsiya qilamiz. Buni 3 qo'shilg'ichidan biz 4 qo'shilg'ichi chiqaramiz. Eng muhimi bu yerda qaranglar. X kvadrat qilib tutsin deymiz. Minus 6 mi qilib tutsin. Вот x ning o'rniga albatta uning o'rniga jih variantlar kelishi mumkin. X chiqish uchun masalan men 2x elingan 1 deb yozishim mumkin yoki bo'lmasa 3x или 5x elingan 4x deb qo'ysam bo'ldi. Ashta jih variant bor, biroq bizda meyda 6 tug'ashqa biz 6 ga bo'linadigan son olsak yaxshi bo'ldi deymizda. Shuning uchun deymiz, давайте biz x ning o'rniga masalan 3x elingan 2x deb yozaylik. 3x dan 2x ni yozsanglar hech nima o'zgarmaydi. Biroq bizda endi 4 qo'shilg'ichi bo'ldi. Shu vaqtda 1 bilan 2-chisini qo'shilg'ichlarni yig'imiz umumiy ko'paytgichisini va oxirgi ikkisidan chiqaraylik. Birinchisidan x ni yozsanglar qoldi x plus 3. 2x minus 6 dan minus 2 ni tirnoq teshig'i chiqarib olsanglar qoldi x plus 3. Shunda yaxshi bo'ldi, sababi x plus 3 lar o'xshagandan keyin ularni biz yan bir qatim umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshig'i olamiz. Vaqtida ikkinchi tirnoqda nima bo'ldi bizda? X minus 2. Endi bu yerda qoidamiz bo'yicha agar ikki sonning ko'paytgisi 0 bo'lsa, u qachon bo'ldi? Ya A teng 0 bo'lganda yoki B teng 0 bo'lganda. Shuning uchun men davomlashtiray. Birinchi ko'paytgichini x plus 3 ni 0 ga tenglashtirsak, x teng minus 3 chiqadi. X minus 2 ni 0 ga tenglashtirsak, bu yerdan x chiqadi plus 2. Tenglimini chiqarib oldik.